Vay, külmegin eve. Eden babmaydıgan yağaç kulakla. Her kaçtığımız yerde oturup geldi, yıldız tatıp. Siz gideceğiz. Men erteden başlap sakalını koyu deymikin deyme. Sizler iman bosla, men mezun bolsam altın üzükке yakıt göz koygandek iş olattı. Hey! Ben her kaysağını düzeymen davasam, bir yerde oturuşup, çıkışıp, tamam gitmişsen ko, ha? Pul ver. Pul yok. Pul yok. Apa, sen pul ver. Yok. Yaxşı, işkilin unutulur bir. İşkilin mening öz işimni xalamaysa, ko'rganman o'tsa, ha? Amına bir kuni men o'zimni ko'rsatmaydigan bo'lsam, xat to'xtatish ola. Balam. Ola. So'ranglar. Mening faqat oliy maktabda o'qib yerim bor. Agar men oliy maktabda o'qib qolgan bo'lsam, oliy maktabni bitirmay turib olim bo'lib ketdim jumim. Men albraytim. Shu ishkil xatizimgacha tamqingizni urib o'tgan bo'lsangiz, men boshqa qolib ketgan bo'lsam. Qachongacha o'ldirishga qo'pishqa deb yuraversa, ha? Obdan bo'ldimi? Endi chala. Sara. Nega mandın? Özüngçe sen meni hiç qılanmaydı dep o'ylab qolding ama seningcha olsa men atdegandin kechgacha sirtqimi chiqmay qo'yinga halab etib yanada o'tarsam bo'lamdi. Voy. Nimada atdim o? Bilib qo'y. Men degan bog'u odatga odam emas. Men sendek odam bo'lishni xolamayman. Men degan istiqbolim porliq yigit. Men hargizmi yoshlik bahorimni sen o'xshash ashu itizlikdan nobud qilib o'tishni xolamayman. Mening qalbimga pikkan neni go'zal orzularim bor. To'xtag'ina. To'xta. Balam, sana yana nim bo'ldi? Apa, sen ma dadamga bir gap qo'yg'ina. Doim mening ko'zimga kirib oladi deyma. Balam, bu degan sening dadangchimi? Bizning ko'nglimizni aramida qo'ysang bo'lmamdi, ha? Ya o'ylab qo'yaylik desak, uning unimisan. Ma gapni men sizlarni bir o'ylab qo'yinglar dedim-mi, ha? Ya Allah, balam qo'yg'ina bundan git. Men bog'u apa, o'z armonlarim ustida izinib o'taman. Neydi, yo'qolgan gapni qilib odamni beshna qilibmanlar. Bo'ldi, az gap qilma. qilma. Men bog'u hozir Saidli qorinnikiga bormasam bo'lmaydi deyman. Dada, men Saidli qorinnikiga ketdim, ha? Apa, men Saidli qorinnikiga ketdim emsa, ha? Hay, to'xta. Nega boraman dedim? Mush atdan olan qorni zapiramsan? Dalqan gitma qarama. Men degan etizli kalidek ishlaydigan odam emas. Men degan o'zga tegishlik odam. Hamma yerda mening talantim ustida gap bo'lib olsa, sizlarning ko'zingizga qarab qachongacha yashayman, ha? Apa, men Saidli qorinnikiga ketdim. Xo'sh. Hay, to'xta. To'xta deyman. Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Qandaqmi qilamiz? Dadisi, qandaqmi qilishamiz? O ya gapimizni anglamasa, qandaq qilamiz? Assalomu alaykum, qarika. Va alaykum assalom. Obdan tuqalla, ha? Pekir, mundaq bir ish bilan kelishim. Men kichik vaqtimda sizdan ta'lim olgan, endi sizdan ilm olaymiki deb kelib edim. Ilm degan bebaho gavhar. Mening ilm ilishga maqsadim bu, nadonlarni uyg'otishdan iborat.
Men alaydan biyaga sizni ustoz tutquli keldim. Men atidan boshlab soqolni qo'yib deymikin deyman. Sizlar imom bo'lsa, men ma'zum bo'lsam, oltin uzukka yaqut ko'z qo'ygandek ish bo'ladi. Shunga men janobilardan ilm tahsil qilib, ashu bilimim bilan xalqning beshiga soyman bo'lsam, u chaqda baxt bizga keng quchoq ochmamdi. Kentimizgilarning turmushi kundan kunga yaxshilanmamdi. Sizda chatoq yo'qdi, ha? Sizda chatoq bo'lmasa, menda faqatla chatoq yo'q. Ay, Seydul Karim, sizlar to'liq xiyolni suravermang. Oldidan kitobni asla vaqtni bekordan bekor o'tkazib etmaylik. Kitobni ochmaslar, vaqtni bekor o'tkazib etganlik nodonlikning ifodasi. Qana kitobni asla. Biz darhol ilm tahsil qilaylik, kitobni asla. Seydul Karim. Ma'qul. Asla. Qarga, qani, masla. Me'morlar saqlab qoldi deyman. Mazda qilib tezroq mamamlar. Mamamlar, masla. Oy, me'morlarmi kepib emasmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Qani. Voy, qo'zg'alishimiz. O'tiraveraysizlar. Qani. Shukr sizlar. Kesler. Qani. Amin. Amin. Alloh akbar. Qani. Qadixon, qarikamga choy, ha? Qani piyola. Asla. Qani og'ash o'tirsizlar. Qarka. Sizlar. Asla. Oy, navas o'qay. Mana. Asla. Qani mazalardan og'ash o'tirsizlar. Tatmaymiz, qani. Asla. Somsini chiqinglar. Isla. Qani somsida ilishsizlar. Xo'sh. Qani ilishsizlar. Qarka, qani asla, ha? Biz qo'saq xemitli bo'lmay, ancha-muncha paranglashib o'tiraylik. Men qarkamdan, balachig'imdan tatibla bilim tahsil qilib kelyapman. Ham so'rovlarda xalqqa vaz aytibmi kelyapman. Bu qarkamning shafoatidan bo'lgan. Hozir bizning yoshlarimiz buzilib, odamlarimiz intayin g'aybat bo'lib ketdi. Shu emasmi? Anglasam, yilqi yuqoqi maldagi podpuchuq, tövanki maldagi solitasning qulqini gachchida qilib ishlabaptimish. Mana qandaq jamiyatda bor-ku, mana mushunda ishlarmi yo'q emas shumi? Ya Allah. Haras, bizning hozirgi mushu qiz ayollarimiz, erlarimizni besib tushib, haroq tamoqiga hujumni qaytadan boshlabdimish. Nemishga choy ichmaydi ular? Bekadimga haroqsi bo'lamda, nima deb tamoq chekidi? Qarab turib ayollar tamoq chekib olsa, erlar nima chekidi, ha? Anglasam bu yil yozda Urumchida yana uzum pishibdimish. Tova. Kichigimdan tortib hozirgacha men mushu qarikamdan ilm tahsil qilib kelyapman. Buningga Mazna xonimmi o'zi guvoh bo'lib olaydi. Shuning uchun men uzil demay, cho'qim ilm tahsil qilishim kerak. Oy, şeytan.
Nega adam balam? Men çok arapa Seydul qarın bilan xalqqa va'z aytib keldim. Oy. Pishibdi, ha? Bunun içinde kurt vardı sanmamdı, ha? Voy, balam, bo'ldilar. Dadam qani? Dadang etizlik ketdi. Sen berib qarışpasan bo'ptikan balam. Shu qotag'ini apa. Mo'siz yalan yoq degan gapni anglamaganmisan? Mening bu dadamcha ya bir qo'lidan ish keladigan yurtning kattasi bo'lamidi? Ya bir bunda bir puli bor millioner bo'lamidi? Mening shvoqo apa, bunda dadini baqqandan eng yaxshisi baqmag'inimiz tuzuk. Voy, qara mening davatgan gapini. Voy. Men baqo apa, mushu tutun elgi tonulma. Hamma odam meni voy deydigan bo'ladi. Voy jinim balam. To'v deb singan nening yigina, yana nega tunilmoqchi? Apa, men jahonga butkul dunyoga tonulaman. Men xalqni o'ngshimsam zodi bo'lmaydi. Voy balam, xalqni o'ngshayman degicha, beshingni o'ngshab qo'ysam, avu, ay go'zal degan qiz. Shundaq chiroyli, pokiz bola bo'pti. O vaqtda senmi xotirjam, menmi xotirjam bo'laman emasmi? Sen nima o'yda, men nima ko'yda jinim balam? Qandaq deysan? Qara, onun paxlanda. Paxlanda ko'zma uni so'yib yemdim apa, ha? Sening shu kallangni azroq chataqchimi? Men sening kallangni o'ngshimsam bo'lmag'idek. O'zingni bilsa o'zing o'ngshib ol. Voy, Nədək yox gapni qilib edim. ma balani. Voy, tazımı bir qiziq bal. Ma balaning davatgan gapini. Assalomu alaykum qarika. Va alaykum assalom. Aka, o'lta. Amin. Amin. Allohu akbar. Sen neymiş bile kelgendin? Qo'rqmasa qarika. Sizlar degan mana mening nazarim tushgan zot. Özleri məni görüb turiblar. Dadamның tumığı, dadamның yektiki, dadamның iştini. Bu mening məzun bo'lishimning oldingi sharti. Sizlar meni qatchida jamoatning oldiga opirib, hozirdan boshlab məzun bo'lganligimni bir jakolib esla. Jusla, qopsa. Nimelarni deydigan sen balam? Bu mezun deganni bo'laman debli bo'lib oladigan ishmi deyma? Balam, boshqa ishga chaqchaq qilsangmi mayli. Lekin mav ishqa chaqchaq qilsang bo'lmaydi. Ay qarika, sizlar obdaroq o'ylab baqsizlar. Men məzun bo'lmasam, mening o'rnimda kimni məzunlik qila oladi deyman, ha? Qopsa. Astagfirullah, nima deydigan bu bola? O'tag'ini. Qopsa. Qopsa. Ma'qul. Mana. Qopsa. Ma'qul. Ma'qul deyman. Aldırma ama kalıcımni kiyib olay. Ma'butlar keysizlar. Ma'qul. Ma'qul deyman. Sizlar shu Voy. Qarika, bu sizlar yana bu yerda turib oliblar-ku, ha? Ma'qul. Ras. Taratlar bor-da. Tarat bombamdu deyman. Nima deydigan sen? Unda o'zi yaxshi, ma'qul. Meni ne gapirsan? Mashit ko'ramiz, ma'qul. Jamoatni oldiga borsak bo'lmaydi. Mening mazmun bo'lganligimni cho'qim bilgan jakolib aytmasa, mening kechacha uyqum kelmaydi. Ma'qul. Qani. Ishni men taqib dey. Muhtaram jamoatlar, dasturxonga beqishibsizlar. Qani. Marhamat. Hurmatli jamoat. Bugun men sizlarni shundaqla sohibxonni avor qilib
Sizlarni bu yerga yig'ishimdagi sabab bilim berguvchi dono ustozim Saidul qorim bilan mening sizlarga deydigan ikki kalima so'zim bor. Men fanniy maktabda xili ko'p o'qigan. Hozir bo'lsa ustozim Saidul qorikamdan ta'lim olib kelyapman. Hozir xalq ilmga, madaniyatga tashna. Buning uchun yana bizdek bilimlik, talantli kishilarga muhtoj. Hozir kishilar gunohdan yanmaydigan, hadislar g'ayva shikoyat qiladigan bo'lib ketdi. Shu bularni tuzash uchun el jamoatga hidoyat yo'lini ko'rsatib beradigan mana menga o'xshash bir odam kerak. Hay hay, balam, bo'ldi. Ay dada, sen ansirmigina? Men jamoatga foydali savob ish qilmoqchi bo'lyapman. Ha, qadrli